Netanyahu, Eron Diego Rodriguez oroliga qit'alararo ballistik raketa uchirdi. Bu 4000 kilometr masofa demakdir. Men doim ogohlantirib kelganman. Endi ularda shunday imkoniyat bor. Ular Yevropa ichkarisigacha kirib borishmoqda. Ular allaqachon Yevropa davlati bo'lgan Kiprni o'qqa tutishdi. Ular hammani nishonga olishmoqda, dedi Netanyahu. Bir oy ichida Eronga qarshi operatsiyaga 27 milliard dollardan ortiq mablag' sarflandi. Hisob-kitoblar Pentagon hisobotiga asoslangan metodika orqali olib borilgan. Ilk 6 kun 11,3 milliard dollarga tushgan. Keyin har bir kun esa taxminan 1 milliard dollarga baholanmoqda. Tasnim agentligiga ko'ra, Eron harbiylari Isroildagi Ben Gurion aeroportiga ilg'or dronlar yordamida muvaffaqiyatli zarba berganini ma'lum qildi. Tel Avivda tarqalgan suratda Netanyahu tasviri tushirilgan bo'lib, unda Isroilni vayron qiluvchi degan yozuv bor. Fonda esa Eron raketa zarbasidan vayron bo'lgan avtomobil ko'rinadi. Eslatib o'tamiz, Netanyahu tirik va unga qarshi hozircha hech qanday zarba yoki suiqasd amalga oshirilmagan. Uning halok bo'lganligi haqidagi xabarlar yolg'on ma'lumotdir. Mossad Eron yadro sanoati sohasidagi ma'lumotlarga ega bo'lgan eronliklarni ular bilan bog'lanishga chaqirmoqda. Netanyahu Eron haqida bayonot berdi. Boshqa mamlakatlar rahbarlarining ham qo'shilishini ko'rish vaqti keldi. Ularning ba'zilari shu yo'nalishda harakatlana boshladilar, dedi Isroil bosh vaziri. Eron parlamenti raisi G'olibov: Eron stansiyalarimiz va infratuzilmalarimizga hujumlar uyushtirilgan zahoti butun mintaqadagi muhim energiya va neft obyektlari qonuniy nishonga aylandi. Ular qayta tiklanmaydigan darajada vayron qilindi, dedi G'olibov. Tel Avivda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra yangi hujumlar natijasida 12 kishi jarohat oldi. Isroil mudofaa vaziri Isroil Katz: Biz Livan janubidagi aloqa qishloqlarini Bayt Hanun va Rafah, G'azo kabi hududlarga aylantiramiz, deya bayonot berdi Isroil Katz. Eron qurolli kuchlari so'nggi soatlarda janubiy sohillar yaqinida AQShning F-15 samolyotini nishonga oldi. Samolyot taqdiri aniqlanmoqda. Tekshiruv ishlari davom ettirilmoqda. AQSh va Isroil Eron tomonidan xususiylarni mojaroga tortishi mumkin bo'lgan har qanday provokatsiyalardan qochishga harakat qilmoqda. The Wall Street Journal: Qo'shma Shtatlar va Isroilning xavotiri shundaki, Yaman xususiylari Qizil dengiz va Adan ko'rfazi o'rtasidagi neft yetkazib berishning asosiy yo'lagi bo'lgan Bob al-Mandib bo'g'ozini yopib qo'yishi mumkin, deyiladi xabarda.